одно и то же корзина. Выставка приурочена предстоящей в Казани Всемирным студенческим играм, универсиаде. Она посвящена истории Олимпийских игр, называется «Олимпия. Победа над временем». Ahmet Efendi, bugün açılgan şu ko'rgazma Tatariston uchun qaysi yerga bilan ahamiyatli nechta o'ylaysiz? Bu bek ahamiyatli ko'rgazma. Birinchidan Ermitaj har kunni har shaharga kelmay, aning direktori, professor, bizning akademiyamizning maqtovli akademigi, professor Mikhail Borisovich Petrovskiy. O bek zo'r alim, bek zo'r bilgich. Hem mana bizning universiada oldindan Ermitajdan shunday boy, zo'r eksponatlar olib kelgan zo'r ko'rgazma ochilib, bek zo'r voqea. Tataristonning fanniy madaniy yoqdan ham sport ham yoshlar uchun bek ma'noli, bek zo'r. Ahmet Efendi, mana bu ko'rgazma Sochida tugildi, naq mana Qozonda ochiluvi san'at yog'idan Qozonga ahamiyat berilishini ko'rsatadi. Olay gana tugul, chunki mana birinchi Ermitajning bo'ligi Qozonda ochildi, Sochida tugul. Ermitajning ilgan bu mana skulpturalar, kartinalar bek qimmatli, dunyo ko'lam bek qimmatli eksponatlar. Ularni tasaq olib borib bo'lmaydi. Ularni olib borib uchun mümkünçilik kerak. Şunday sağ o'rgatish, shunday anda saqlab ularni, onları şunu anglovchi intelligensiya bo'larga tegish. Mana Qozonda barsida shular bor. Shunga ko'ra bugun leksiya o'qiganda professor Petrovskiy o'zi de aytdi. Sochiga olib borib bo'lmaydi. Mana baza yo'q anda Sochida dedi. Fundament yo'q olib Ermitajni olib kelgan. Mana Qozonda ol bor dedi. Qozonda biz rohatlanib olib kelamiz. Qozonda eng yaxshi filiallarning birisi Ermitajning. Dunyo ko'lam ularning filiallari ko'p illarda, ko'p yerlarda. Rossiyada eng yaxshi filial, eng zo'r filial, eng birinchi filial Qozonda.